Qızlar jim yurivərsənglər şuna qo'rqinchchi deyishadigan gapmi? Bir kim tahdid solsa, veli turma tahdid solgan gaplarni hozirlam chiqaraymi? Bizningki bir Cumhur Başkan davagan bir e'lon bor ekan, uningki uchurlarini hammasini o'zinglar Facebooklarda hammasini bilasizlar. Onunki ayni chog'dagi o'zini Cumhur Başkanligiga saylagandagi videolarmi ularni chiqaradigan gapkandiku. Mango bu bir ruhiy kasal bir shundoq o'z amaldorlikqa bir davlatning boshlig'iga bo'lishga shundoq nima bo'lib qolgan xumor bo'lgan bir odam bir ruhiy kasal sarankan deb o'yladim men. Bir necha odamni chaqirib 20-30 odamni kelib tomoqqa chaqirib kelib Cumhur Başkan qilib saylandi degan qanaqa bir gap bu? Nima ish, nima satchilik u? Bir Cumhur Başkan degan nima u? Bir nomga bir dog' keltiradigan To'g'ri Xudoyim biz kishichalarda mehmondorchilik o'ynaydik. Bir uyninki bulungiga o'zimizniki uylarni hisoblamash, bir necha qizlar, bir necha bolalar bilan o'ynagan chog'da siz mening uyimga mehmon bo'lib keling, siz mening uyimga mehmon bo'lib keling. Men apsi bulay, men dadisi bulay. Deganda shunda bir o'yinlarimizni o'ynaydik. Endi bu Turkiyada bu bir odam chiqib bir necha odam chaqirib kelib, mana shu saylanimiz bo'ldi. Meni saylanlar deb qo'yga saylaydigan odamdan chiqib, Cumhur Başkanligiga rasmiy saylandi degan. Nim degan kulkilik degan sarang ahmoqlarcha ish bu. Ey ahmoqlar, shuning dasturxoniga borganmi qanday Uyg'urlar sizlar? Qo'yagamda bekallik tomoq yeymiz deb uniki bergan bosqiniga. Ya biz Uyg'ur degan biz shunday Uyg'ur xumor, Uyg'urni ko'rsak dillarimiz yayrab ketadigan bo'lganligini bir yig'ilishlarga, bir Uyg'ur o'zaro bir ko'rishchilar bortagandek ashna qadamlarmi ya uni bilmadim. Xuddi biz mayga namoyishlarga chiqqansak, namoyishga chiqishmi bir xil o'zaro bir yilqi Uyg'urlar bir-birini ko'rish uchun namoyish chiqadi deb o'ylayman. Haqiqatan bir ilgari namoyishlar qatnashadigan chog'larimda, namoyish qatnashgan chog'larda ayollarni kelib shu biz o yerda bir voqea bo'lsa, sapdan kayni ketib o'zaro paranglashadigan undaq ishlarmi bor. Bir Uyg'ur xalq bo'lgandan keyin biz bir-birimizga shunday mehrlikda mayda tunumsaqmi jiroqdan bir Uyg'ur kelsak, "Hey Uyg'urga, hey siz Uyg'urma deb paranglashib ketamiz bu ashunga o'xshashlar." Endi bu bir odam o'tirib chiqib bu yerda bir so'rinlar raslabdi kelinglar deb. Onun qatnashibdi falan odam. Ko'p bo'lsa 70-80 bordi, bo'lmasa 20-30 da qancha nimaga qarsam bu xillarda videolar qarsam bu xillardan bor ekan. Uni tayyorlab chiqargan ekan, ham so'z sotmoqchi bo'ldi. Rasmiy kichikchig'imizdagi o'ynaydigan mehmondorchilik o'yiniga o'xshashdan bir ish bo'ldi u. Cumhur Başkan saylash degan Turkiyaning Cumhur Başkanini saylagan chog'da qanday ishlar bo'ldi, qancha odamlar qanday bo'ldi. Amerikaniki prezidentini saylashga hozir nima ishlar bo'lib ketdi, Capitolda u yerda qanchalik qanchalik chiqib, qanchalik odamlar o'lib Aşında işler olsa bu yerga bir zalning ichiga bir necha odamni chaqirib kelibman Cumhur Başkanı desa rasmiy sarang ro'y kesilgan cho'qim bir bu qilayotgan ishlaridan bu qanday bo'lgan balları bor odam cho'ng bo'ladi, cho'ng bo'lsa o'ziniki ota-onalari nima ishlar qilgan bilan surishtirmamda bu balla keyingi avlodlarni bo'lsam o'ylamamsizlar biz hozir mushtabda Uyg'ur qirg'inchiligi deb bir tarixniki bu bir batirda qirg'inchilik deb yazılatıdı. 39-yıldan tatip 44-yılgacha bo'lgan birinchi Dünya urushi mezgildagimi Yahudi qirg'inchiligini o'ylab boqaylik. Ashunga o'xshash shu Yahudi qirg'inchiligida saq qolgan, amon qolgan kishilar to'xtamay ayni chog'da yuz bergan ishlarni to'xtamay so'zlaydi. Tarixniki isbotlari bo'lsin deb shunday kunlik xotirlarni yozib qoldirgan. Endi hozir bizningki Uyg'ur qirg'inchiligi deb bu tarixdagi bu bir ish yuz berayotgan chog'da sizniki bolalaringiz nima deydi? Navoda kerak siz jimjit yurayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan ham yurayotgan bo'lsangiz o'ylab boqing. Keyingi bolalaringiz nima deydi? Ota-onam cho'ng bo'lgan chog'da tarix darsini o'rgansa, Uyg'ur qirg'inchiligi deb bir qirg'inchilik yuz berib degan shu chog'da sizniki dadingiz opangiz degandek o'shaq o'ylagan chog'da keyingi avlodlarga nima qoldiramiz qilgan ishimizningki bir bu bolalarga nima deydi? Uyg'ur qirg'inchiligi yuz bergan chog'da sizlar nima ish qilib dekansizlar deb izlab yurib otalarniki, bo'g'larniki, ota-bo'g'larniki bir narsani izlab hech narsani topolmasa. Hech nima nom qilgan ishingiz qilib qoladi bu dunyoda. Millatingiz bir qavmingiz sizniki o'z qavmingiz qirg'inchilik uchrag'isa siz yana jimlik yursangiz. Bu bir necha odamni yig'ilib men Cumhur Başkanı degan u ro'y kesilgan. Vatan davası degan buni suiiste'mol qilib yurib u undaq ishlarni qilsa
Bu Roy kasalning odatda bir oiladan bir kim bir narsa demasa, xalqniki oilasiniki ishi bo'ladi u. Masalan, nima deymiz? Aile zo'ravonligi deylik, aile zo'ravonligi to'g'risida so'zlasakmi, u bir oilaning ichida shunday bir abuse'lar yuz bergan bo'lsa-mu, yo biror qo'shnisi, yo bo'lmasa boshqa odam ularni shular to'g'riligiga xabar bermasa, yo bo'lmasa shu oilada tayoq yegan ayol kishi o'zi bir arz qilmasa, u oilaning ichki ishlariga albatta aralashmaydi, shunga o'xshashlan bir ish. Masalan, Xitoyning ichidagi yuz berayotgan u qirg'inchilikni navoda kerak biz ishnim demasak, bir kim report qilmasa, u davomli yuz beraverdi u ish degan. Bir oilaning ichida mashunda shu bir kim report qilmasa, u oilaning ichidagi mashunda oila zo'ravonligi yuz beraverdiga o'xshash. Bu Xitoymi u bizniki ichki ishlarimizga aralashmadi. Biz jimmitlik turib biz u paketlarni o'tirg'i chiqamsak.